Vatan insonning tug'ilgan, kindiq qoni to'kilgan, bolalik davri o'tadigan, ta'lim tarbiya oladigan, safar qilsa qumsaydigan joyidir. Vatanni sevish, uning ravnaqi yo'lida xizmat qilish, yomon ko'z va qora kuchlardan himoya qilish, sha'nini yuqoriga ko'tarish, bularning barchasi Alloh taologa va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimiz mahsulidir. Zero Alloh taolo bu tuyg'uni inson fitratiga qo'shib yaratgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib ketayotganlarida tug'ilib o'sgan vatani Makkaga yuzlanib, qandayam yaxshi shaharsan, qandayam menga suyuklisan. Agar qavmim meni chiqib ketishga majbur qilmaganida, hech qachon o'z ixtiyorim bilan seni tashlab ketmagan bo'lar edim deganlar. Demak, vatanni sevish, vatanparvar bo'lish, undagi mavjud narsalarni ardoqlash va uni sog'inib yashash inson tabiatidagi nozik his-tuyg'udir.